Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men tövəndə mushu foydaliq va ziyonliq to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Hamda mushu foydaliq va ziyonliq to'g'risida ko'pinchimizningki o'ziga tushliq tushunchasi bo'lsa-mu, biroq bizda mushu foydaliq deb qargan narsani qancha iste'mol qilsa, qancha ko'p iste'mol qilsa shuncha yaxshi deydigan bir xato qarash bor. Bu haqda ba'zi qarindoshlarmi mendan shu xildagi savollarni so'rgan bo'ldi. Shu munosabat bilan men bugun mushu foydaliq va ziyonliq degan mushu masalani qanday tushunishimiz kerak. Foydaliq degan narsa her zaman foydaliq bo'lamdi, ziyonliq degan narsa her zaman ziyonliq bo'lamdi. Bular orasidagi munosabatni qanday tampонlashtiribmiz degan temada qisqacha so'zlab o'tmoqchi. Hammalarning diqqat berishini umid qilaman. Tilimizdagi foydaliq va foyda qilish uqumi asosliqi biz qilgan ish, harakatimiz, iste'mol qilgan yemak-ichmak va dori-darmonlarimizning bizga manfaat yoki yaxshilik elib keladiganligini ko'rsatadigan so'z bo'lib, u ziyonliq va ziyon qilishning aksini ko'zda tutadi. Ya'ni uning ta'tirisini ko'zda tutadi. Amaliyotda mayli foydaliq foyda qilish bo'lsin va yoki ziyonliq ziyon qilish bo'lsin, har ikkilisi nisbiy ma'nodagi bir uqum bo'lib, ularning orasidagi farq oq va qoradek undaq aniq bo'lmaydi. Ba'zida ular hatto o'zaro aralashib ketishi va yoki o'rin almashib qilishi mumkin. Ko'pinchimiz o'zimiz ziyonliq deb qaragan va ziyon qilishni aniq bilgan modda va yemakliklardan saqlanamiz. Ulardan farz tutamiz. Biroq foydaliq deb qaragan modda va yemakliklarni ehtiyojimizdan ortiq iste'mol qilishimiz, hatto foyda qiladi deb qaragan modda va yemakliklarni yoki har xil dori va sog'lomlik buyumlarini qancha ko'p iste'mol qilsak, shuncha foydaliq deb qarashimiz mumkin. Amaliyotda ziyonliq narsalarni iste'mol qilganda badanimizga ziyon elib kelganiga o'xshash foydaliq deb qaragan moddalarni va ozuqliqlarni, har xil sog'lomlik mahsulotlarini va dorilarni ehtiyojdan ortiq iste'mol qilgandimi, badanimizga o'xshashla ziyon elib kelishi mumkin. Sog'lomlik jumladan hayotlik uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan modda va ozuqliqlarni men tövəndikidek turlarga ayırıp chiqdim. Birinchisi, hammamiz bilgandek eng muhim bo'lgan, ya'ni hayotlik uchun, sog'lomlik uchun eng muhim bo'lgan narsa saf havo, ya'ni 21% oksigen. Bu hammamizga ayon, biz agar havo bo'lmasa, nafaslanmasak, bir necha minutda biz hayotimizdan ayrilib qolamiz. İkinci muhim bo'lgan narsa su, ya'ni usuzluq. Üçüncüsü, albatta, bizningki kundalik harakatlarimizni energiya bilan ta'minlashda nihoyatda muhim bo'lgan moddalardan oqsil, may, shakar. Uningdan qilib qolsa, bizningki badanimizni energiya bilan ta'minlamaydigan, biroq mushu badanningki har xil funksiyasiniki normal yurishida nihoyatda muhim rol o'ynaydigan har xil vitaminlar. Anandan keyin tuz va har xil mineral moddalar. Anandan keyin talalar, ya'ni fibers. Anandan keyin har xil bakteriyalar. Ba'zilar o'ylashi mumkin, bakteriya bizning hayotimizda nima uchun muhim deb. Chunki biz hammamiz bilamiz, bakteriya kasal paydo qiluvchi omillarning birisi, lekin shuning bilan bir vaqtda bakteriya bizning sog'lomligimiz uchun nihoyatda muhim rol o'ynaydigan foydaliq
omil, ya'ni bizningki shu uchay sistemamizda, ig'iz bo'shlig'imizda nurg'unlagan foydali bakteriyalar bo'lib, ular bizningki oziqlikni yaxshi hazm qilishimizga, badanimizning u hazm bo'lgan oziqliklarni yaxshi qabul qilishiga foydali xizmatlarni o'taydi. Agar badanimizda bu xil bakteriyalar bo'lmasa, bizningki salomatligimizga ig'ir ta'sir yetadi. Bularningki hammasi shu bizningki hayot yaşımızda ve sağlam yaşımızda naiti kem bo'lsa bo'lmaydigan muhim moddalar. Anından keyin sağlamlık cümleden hayatlık uchun zarur bo'lgan bu moddalar qancha ko'p bo'lsa sağlamlık uchun shuncha foydaliqmi degan vaqtida albatta uning javobi hargiz undaq emas. U moddalar kem bo'lmasimi bo'lmaydi, ihtiyojdan ortiq bo'lsimi bo'lmaydi. Ya'ni u moddalar kem bo'lsa ziyonliq, u moddalar badan ehtiyojidan ortiq bo'lsimi ziyonliq. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida bu foydaliq degan narsa har zaman foydaliq bo'lib qolmasdan badan ehtiyojli bo'lganda foydaliq, badanning ehtiyojidan ishib ketganda bu ziyonliq. Hemen tövende yuqori deb o'tgan hayotlik va sog'lomlik uchun eng muhim bo'lgan moddalar to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tmoqchi. Hemen yuqori degandagidek oksigen, ya'ni saf havo bizning hayotligimizda, sog'lomligimizda gerçi nihoyatda muhim rol o'ynasimi, biroq u ehtiyojdan ishib ketgan vaqtida u badanimizga zar o'rnida rol o'ynaydi. Ya'ni bu bizningki sog'lomligimizga nihoyatda cho'ng ziyon yetkazadi. Bu ko'rayotganinglar shu to'g'risidagi tadqiqotlar bo'lib, shu nafas yo'llarida kasal bo'lgan, ya'ni o'pkisi yaxshi bo'lmagan bemorlarni yuqori prosentlik shu oksigen bilan nafaslantirgan vaqtida kelib chiqadigan yomon oqibatlar to'g'risida elib berilgan tadqiqot natijalari bo'lib, bu yerda burun biz shu oksigenninki saflik darajasi prosenti qancha yuqori bo'lsa, sog'lomlikqa shuncha yaxshi deb qaragan bo'lsaqmi, amaliyotda bu oksigen miqdori yuqori bo'lgan vaqtida nurg'unlagan ziyon keltirib chiqarganligi ma'lum. Bu yerda nima demoqchi desanglar, shu oksigendek hayotda nihoyatda muhim bo'lgan narsami, ehtiyojdan ishib ketgan vaqtida u foydali bo'lmasdan aksincha ziyonli ekanligini tushundirmoqchi. Hayotlik uchun muhim bo'lgan ikkinchi modda suv. Biz kuniga ko'plagan suv yoki usuzliq ichishga ehtiyojli bo'libmi, havo issiq bo'lgan vaqtida suvning qanchalik muhim ekanligini hammamiz bilamiz. Masalan, bizga odatda tomoq yemasak, hech qanday tomoq yemasak 30 kundan ortiq yashay olishimiz mumkin, lekin biz suv ichmasak 3 kundan 5 kungacha o'lib ketishimiz mumkin. Ya'ni demak, bu suv odatda bizni energiya bilan ta'minlaydigan boshqa oziqliklarga nisbatan hayotlikda, sog'lomlikda nihoyatda muhim. Undaqda biz suvni ko'p ichsak shuncha yaxshimi deganda, albatta undaq emas. Agar suvni ehtiyojdan ortiq ichgan vaqtida nurg'un yomon oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Bu sol tarafdagi shu Harvard universitetiniki shu suvni ko'p ichganniki yomon ta'sir to'g'risida ilib borgan tadqiqot natijasi. Ya'ni biz suvni ko'p ichgan vaqtimizda birisi börekninki xizmat yukini yuqori ko'tarib o'tishimiz mumkin. Andan keyin börek agar bizning badanimizdagi ortiq suv
suvni badan sirtiga chiqarib tashlayanmagan vaqtida balkim bizda mengiga o'xshash muhim o'rlarda suluq ishchiq paydo qilishi mumkin. Undan boshqa yurakninki xizmat yukini yuqori ko'tarib o'tishi mumkin. Demak, su hayotlikda nihoyatda muhim bo'lsa-mu, biroq ehtiyojdan ortiq su badanga ziyonli demak. Havo va suvdan qilib qolsa, hayotlikda muhim bo'lgan narsa quyosh nuri. Quyosh nurining muhimligini hammamiz bilamiz. U yolg'iz insonlar uchun emas, butun jonivorlar uchun, o'simliklar uchun, hammasi uchun nihoyatda muhim. Birinchisi, bu quyosh hayotlikda kam bo'lsa bo'lmaydi. Ikkinchisi, u kayfiyatni yaxshilaydi. Uchinchisi, tushkunlashishning oldini oladi. To'rtinchisi, jiddiylashishni to'valtadi. Beshinchisi, uyqu sifatini yaxshilaydi. Oltinchisi, vitamin D orqali sumakning sog'lomligini kapolatga ega qiladi. Bu bizningki quyosh nurining sog'lomligimizdagi, hayotimizdagi muhim taraflari. Undaqda biz quyosh nuriga ehtiyojimizdan ortiq uchrashgan vaqtida qandaq yomon oqibatlar kelib chiqadi degan vaqtida birinchisi quyosh nuri ko'zni zaxmi qiladi. Ikkinchisi terini kuydirdi va zaxmi qiladi. Uchinchisi teri rakiga giriftor bo'lish fursatini oshirdi. To'rtinchisi issiq o'tib ketishni keltirib chiqardi. Issiq o'tib ketgan vaqtida qandaq oqibatlar kelib chiqadiganligi hammamizga ayon. Bu quyosh nuridan muvofiq qo'g'danmay o'zimiz haddidan ziyoda quyosh nuriga uchrashgan vaqtida bu issiq o'tib ketish kelib chiqib shu odam hushidan ketish, qusish, yondirish degandagidek og'ir oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Beshinchisi badanni suvsizlantirdi. Ya'ni biz quyosh nurida uzun uchrashgan vaqtimizda biz o'zimiz terlaganligimizni his qilmasligimiz mumkin, lekin badanimiz ko'p miqdorda suv yo'qotganlik uchun badan suvsizlanish kelib chiqadi. Bular shu quyosh nuriniki foydali va ziyonli taraflari. Oqsil hammamiz bilamiz, bu hayotlikda kam bo'lsa bo'lmaydigan, ya'ni badanni kundalik shu badanning qurilishi va kundalik harakatlarimiz uchun energiya ta'minlaydigan muhim moddaning birisi bo'lib, umi albatta ehtiyojdan ortiq bo'lgan vaqtida badanimizga ziyonli. Bu ko'rayotganinglar shu oqsilniki ehtiyojdan eshib ketgan vaqtida keltirib chiqaradigan ziyni, ya'ni oqsil ehtiyojdan eshib ketgan vaqtida shu boshqa oziqlarniki qabul qilishiga ig'ir ta'sir yetkazib, bu badanda oziqlik tangpungsizligini keltirib chiqardi. Ikkinchisi, anandan keyin shu yurakniki shu yurak kasaliga giriftor bo'lish xatarini yuqori ko'tardi. Uchinchisi, shu tarat ketishib olish ni keltirib chiqardi. Yana bu oziqlikning tarkibida oqsil moddasi ko'p bo'lgan vaqtida badan u ko'p miqdorda oqsilni qabul qilib, bu ichib ketib olishni keltirib chiqarishi mumkin. Bundaq odamlarda cho'ng taratning miqdori oz bo'ladi. To'rtinchisi, anandan keyin shu börekni zaxmlantirdi. Bu biz shu sog'lomligimiz va hayotimiz uchun muhim bo'lgan oqsilni ehtiyojimizdan ortiq iste'mol qilgan vaqtida kelib chiqadigan yomon oqibatlar. Undan qilib qolsa, may va kolesterol. Albatta onun ichida omega 3 degandagidek boshqa shu may tavasiga kiradigan moddalar bo'lib, bu moddalarmi bizning hayotligimiz va sog'lomligimizda nihoyat muhim rol o'ynaydi. Badanda may, kolesterol, bu omegalar kam bo'lsa bo'lmaydi. Biroq
u ehtiyojdan ortiq olsa bo'lamdi degan vaqtida albatta undaq emas. Bu may xolesterolninki zinini balkim ko'pincha qarindoshlar obdan bilishi mumkin. Undaqda ularning qandaq zini bor degan vaqtida bo'libmbek mush ehtiyojdan ishib ketgan vaqt qandaq zini bor degan vaqtida may semizlik bilan munosabatlik har xil kasalliklarni keltirib chiqardi. Birinchisi yurak qon tomir kasalini keltirib chiqardi. İkincisi men qon tomir kasalini keltirib chiqardi. Üçüncüsü ayollarning badanidagi erlik hormon miqdorini oshirib o'tadi. Yani ayollarningki mush badanda har xil donaxo'rak degan narsalarni keltirib chiqarishi mumkin. To'rtinchisi diabet kasalini paydo qiladi. Beshinchisi uyqu sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Yani semiz bo'lgan odamlarda kechida yaxshi uxlayolmaydigan ahvolni keltirib chiqarishi natijasida bu undaq odamlar mugdabla turishi mumkin. Oltinchisi uxlayotganda nafs to'xtab qolishni keltirib chiqardi. Yettinchisi tiz bo'g'imining zaxmlanishini keltirib chiqardi. Ya'ni mayni ko'p iste'mol qiladigan odamlarda semizlik bo'lganligi uchun bu semiz badanni ko'tarib turadigan bu tizda oson zaxmlanish paydo bo'lishi mumkin. Badanimizni mush energiya bilan ta'minlaydigan bizningki kundalik harakat faoliyatlarimizni kafolat qiladigan yana bir modda şeker, yani karbon suv birikmesi bo'lib, u biz kunda iste'mol qilayotgan un, guruch va boshqa donliq ziroatlarning tarkibida shu saykuktat va yalimishlarning tarkibida ko'p miqdorda şeker, ya'ni karbon suv birikmesi bo'lib, bu bizningki sog'lomligimiz va hayot yashashimiz uchun nihoyatda muhim. Bu deganlik uni qancha ko'p iste'mol qilsak shuncha yaxshi deganlik emas. Bu şeker moddasini ehtiyojdan ko'p iste'mol qilgan vaqtida nurg'unlagan masalalar kelib chiqishi mumkin. Buning ichida eng tipik bo'lgani shu semizlik. Chunki bu ehtiyojdan ortiq şeker badanda saqlanish uchun mayga aylanib bu semizlikni keltirib chiqardi va shundaqla semizlik bilan munosabatlik har xil kasalliklarni keltirib chiqardi. Shunga bu şekermi agar garchi shu sog'lomligimizda nihoyatda muhim rol o'ynaydigan bir modda bo'lsa-mu, biroq ehtiyojdan ortiq şekerninki badanimizga qanchalik ziyon keltiradiganligini ko'pinchimiz bilamiz. Shunga bu yerda eng muhimi shu oziqliq tangpongligiga alohida diqqat qilish, ya'ni ehtiyojdan ortiq iste'mol qilmaslik. Vitamin va mineral moddalarningki muhimligini hammaylar bilamiz. Ya'ni vitamin va mineral moddalar garchi badanni oziqlik bilan ta'minlamasmi, lekin bizningki sog'lomligimizda, ya'ni badanningki har xil normal funksiyalarningki ravon yurishida nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Bu vitamin va mineral moddalar kam bo'lsa-mu bo'lmaydi. Lekin ehtiyojdan ortiq olsa bo'lamdi deganda albatta bo'lmaydi. Uningki vitamin kam bo'lsa sog'lomligimizga ta'sir ko'rsatganiga o'xshash, mineral moddalar kam bo'lsa hayotligimiz davom etmaganiga o'xshash, bu vitamin va mineral moddalar ehtiyojdan ortiq bo'lgan vaqtidami badanda nurg'unlagan yomon oqibatlarni keltirib chiqardi va har xil kasalliklarningki paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu mineral modda degan vaqtida muhim bo'lgani birisi shu natriy, ya'ni birisi kalsiy. Bularning muhimligini hammaylar bilamiz. Masalan, biz shu kundalik tamoqlarimizda agar biz tuz yemasak, ya'ni tuz kam bo'lib qolsa, yolg'iz tamoqning ta'mi tetiqsiz bo'lib qolmasdan balkim bizning hayotimizmi davom qilmasligi mumkin. Yana bu tuz badanimizda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Lekin bu tuz ehtiyojdan ishib ketsa yoki bo'lmasa qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi bo'lamdi deganda albatta undaq emas. Tuzni ehtiyojdan ortiq yesak
nurg'unlagan masalalar kelib chiqadi. Bu vaqtda men burunqi bir leksiyarimda so'zlab o'tgan, agar qiziqadigan qarindoshlar bo'lib qolsa, shu tuz to'g'risida, ya'ni biz kunda qanchalik tuz iste'mol qilishimiz kerak, ortiq tuz iste'mol qilgan vaqtimizda qanday kasalliklar kelib chiqadi deganni shu leksiyadan ko'rsanglar bo'ldi. Bu tuzni ko'p yegan vaqtimizda eng muhimi shu yurakningki yuki, yurak börekning yuki ig'irlashib, yuqori qon besimini paydo qilishi va natijada nurg'un yomon oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Bakteriya. Bakteriya biz hammaylar bilamiz, bu bakteriya bizningki sog'lomligimizda kasal paydo qilishda nihoyatda cho'ng rol o'ynaydi. Ham shundaqla bizning sog'lomligimizda, ya'ni sog'lom yashashimizdami nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Shunglashqa bu bakteriyalarni biz odatda ziyonli bakteriya, foydali bakteriya va fursatparastlik bakteriya deb 3 xilga ayıramiz. Kasal paydo qiluvchi bakteriya u odatda har zaman kasal paydo qiladigan bakteriya hisoblanadi. Foydali bakteriya deganimiz shu badanga manfaat yetkazadigan, ya'ni sog'lomligimizga kafolat qilishda nihoyat muhim rol o'ynaydigan bakteriya hisoblanadi. Bir qism bakteriyalar shu sharoitning o'zgarishiga ergishib balkim kasal paydo qilishi mümkün. Yani bo'libmi bak shu badandagi normal bakteriya tangpongligi buzilgan vaqtida ba'zi normal vaqtida kasal paydo qilmaydigan bakteriyalar kasal paydo qilishi mumkin. Shunga bu bakteriyami bizningki sog'lomligimizda nihoyatda muhim rol o'ynaydigan bo'lib, agar u bakteriyaningki tangpongligi buzilsa, bizning sog'lomligimizga, hayotimizga ta'sir ko'rsatadi. Endi men yuqorida shu so'zlab o'tdim, har qanday foydali degan narsaninki ikki tarafi bor. Normal bo'lgan vaqtida foydali, normaldan ishib ketgan vaqtida ziyonli. Endi bu rasmni balkim ko'pinchimiz ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Bu tomoq hamda arablarninki bu tomog'i foydaliqmi, ziyonliqmi yoki sog'lommi, sog'lom emasmi degan vaqtida bu sharoitga bog'liq, ya'ni qandaq ahvolga qarab, amaliy ahvolga qarab, uningga bir narsa deyish mumkin. Buni kesib lakensa foydaliq, ziyonliq deyish qiyin. Chunki men yuqori deb o'tgandagidek har qanday narsaninki ma'lum sharoitda foydasi bo'lgan bo'lsa, ma'lum sharoitda ziyni bo'lishi mumkin. Shunga hech qanday narsa mutlaq emas. Har qanday narsaga biz muomala qilgan vaqtida uning ikki tarafini bilishimiz, ya'ni masalalarni har tarafdan o'ylab, uningga bir eng muvofiq yakun chiqarishimiz kerak. Shu sababdan buni sizlar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim. Ya'ni bu yuqorqi tomoq buningga o'xshash shunday ehtiyoji bor insonlar yesa, u foydali, u sog'lom. Agar menga o'xshash odamlar yesa, u vaqtida u tomoq sog'lom emas, ziyonli. Shunga nima demoqchi desanglar, har narsa ehtiyoji borlarga foydali, ehtiyoji yo'qlarga yoki ehtiyojidan ishib ketganlarga ziyonli. Oxirsida xulosa buningki shu bugungi leksiyaning yakun, ya'ni xulosa qandaq degan vaqtida hayotlik uchun zarur bo'lgan har qanday modda va oziqliq agar badan ehtiyojli bo'lsa va yoki badanda kam bo'lsa, ular foydali. Agar badan ehtiyojli bo'lmasa yoki badanda kam bo'lmasa, ular ziyonli. Badan ehtiyojidan ishib ketgan har qanday oziqliq yoki modda ziyonli.
Şuna bu yerda har qandaq narsani kesib lakinsa, ammo foydali va buni qancha ko'p yesam, shuncha menga foyda qildi deyamaymiz. Bu butunlay xato qarash. Ondan başqa mush kasal davolashda muhim bo'lgan har qandaq shifoliq dori, saqliqni saqlash dorilar bo'lsin yoki kasal davolash dori bo'lsin, har qandaq dori agar badanda kasal bo'lsa, u kasalni davolashda shifosi bor dori foydali. Ya'ni avval kasal bo'lish kerak, andan keyin ishlatgan dori shu kasalga mos kelishi va o kasalni davolash kerak. Bu vaqtida u dori foydali. Agar badanda kasal bo'lmasa, har qanday shifoliq dorimi ziyonli. Chunki zarur bo'lmagan har qanday dori badanga, bo'libmi jigar bilan börekka yük bo'ladi. Ya'ni ziyon keltiradi. Shunga dori, shifoliq dori debla biz kasal bo'lmasaqmi, yavilishninki o'rin yo'q. Shunga badan ehtiyojli bo'lmagan har qanday narsa, mayli u qanchalik oziqlik qimmati yuqori bo'lgan oziqlik bo'lsin, qanchalik shifoliq bo'lgan dori bo'lsin, bularning hammasi ziyonli. Agar badan ehtiyojli bo'lgan vaqtida foydali, ehtiyojli bo'lmagan vaqtida ziyonli. Bugungi bu foydali va ziyonli to'g'risidagi leksiyani mush yerda to'xtatmoqchi. Vaqti biroz uzrab ketdi. Shunga ba'zi nuqtalarda bak tafsili to'xtalmadim. Men keyingi leksiyalarimda yana temalarga ayirib, ba'zi muhim bo'lgan nuqtalarda yana to'xtalib o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berib anglag'inlarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Görüşkice aman bulunlar.